Davlatimiz rahbari asos olgan 5 ta muhim tashabbus doirasida Farg'ona viloyatining Olis So'x tumanida 10 ta yangi zamonaviy inshotlar, ijtimoiy soha obyektlari, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari foydalanishga topshirildi. Ish joy tashkil qilyapmiz. Shu tashabbuslarni hamisha qo'llab-quvvatlaymiz. Bankka rahmat, rahbarlarga rahmat. Mana tez kunda bizga imtiyozli kreditlar qilib berishyapti. Juda minnatdormiz. Xotin-qizlarimizni doimiy ish joylari bilan ta'minlash 5 ta muhim tashabbusning asosini tashkil etadi. Shuning uchun tumanning Hushyor hamda So'x mahalla fuqarolar yig'inlarida davlat tomonidan berilgan 90 million so'm imtiyozli kredit evaziga tikuvchilik korxonalari ish boshladi. Buning natijasida 40 dan ortiq qishloq xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi. Katta bayram biz uchun, chunki biz ayollarni chevarchilik sexi ochildi biz uchun. Biz ish bilan ta'minladik. Qo'limizga mehnat daftarchasi oldik. Xursandmiz, prezidentimizga rahmat. Tumanda yana bir ko'rkam va hashamatli inshoot, yoshlar mehnat guzari ishga tushirildi. Inshoot qurilishiga salkam 5 milliard so'm mablag' sarflangan bo'lib, bank tomonidan berilgan 200 million so'mlik imtiyozli kredit evaziga ushbu guzarda tikuvchilik sexi va fitnes klub faoliyat yuritadi. Ushbu inshootlarning foydalanishga topshirilishi katta bayramga aylanib ketdi va tantanalarda tuman hokimligi, viloyatdan kelgan mehmonlar, mahalla ahli va keng jamoatchilik namoyandalari ishtirok etishdi. Darhaqiqat tashabbusga tashabbuskorlik bilan yondashayotgan So'x ahli yana yangidan yangi marralar sari odimlamoqda.